Assalamu alaikum musulmon bir to'g'anlar. Sizlar men Bozor xabar kanali to'g'anlar. Bugun 24-mart Jalobot shahrindamiz. To'g'anlar, ertamangi rubl kurs bahollarini ko'rsatib beramiz. Qirg'iz elim biz men bo'lib like bosib qo'llab turingizlar. Buyursa inshaalloh rubl qancha bo'lib qolib ko'ramiz. Hozir ertamangi bahosini to'g'anlar bizda 98 ile 97% adam bez like, bez подписка ko'rdi. Shunga like bosib, подписаться etib qo'llab qo'yingizlar. Biz bo'lsa boshladik. Eko İslam Bank'ta rubl 90 satılışı 1.10'dan satılıp жатады. Euro 103'ten satılışı 106'dan, dolar 94 satılışı 97'den satılıp жатады туғандар. Ayıl Bank'ta rubl 85 satılışı 1.07% деген. Qirg'iz elim Eurobank, Евразийский bankta rubl 85'ten satып alınıp 102'den satıldı деген. Az buyursa barib mashina bozorida tortamiz to'g'anlar. Like bosib, qo'llab turingizlar. Bugungi kurs baholari tanqid.